Qurilishda ishlayotgan yurtdoshlarimiz uchun Yangi Toshkentdan zo'r taklif. O'zbekistondagi va xorijdagi fuqarolar Yangi Toshkent shahri qurilishiga ishga chaqirilmoqda. Oylik maoshi 8-15 million so'm bo'lgan ishga g'isht teruvchi, santexnik va elektrik kabi 38 ta qurilish yo'nalishidagi mutaxassislar qabul qilinadi. Ishchilar yotoqxona, kiyim-kechak va 3 mahal ovqat bilan ta'minlanadi. Bu haqda mamlakatning Rossiya va Turkiyadagi elchixonalari Telegram kanallarida e'lon qilingan. Qayd etilishicha, fuqarolar 20 ming gektar maydonda qurilayotgan Yangi Toshkent qurilishida ishtirok etishga chaqirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlar uchun 10 mingga yaqin ish o'rni yaratilmoqda. Qurilish sohasida xususan quyidagilar bo'yicha tajribaga ega bo'lgan fuqarolarga 38 ta yo'nalishdagi mutaxassislarga talab mavjud. Betonchi, payvandchi, santexnik, elektrik, g'isht teruvchi, suvoqchi va boshqalar. Oylik maoshi ish turi va soatidan kelib chiqqan holda o'rtacha 8 million so'mdan 15 million so'mgacha bo'lib, ishchilar yotoqxona, kiyim-kechak, transport xizmati va 3 mahal ovqat bilan ta'minlanadi. Rasmiy ishga joylashganlar uchun 8 soatlik ish tartibi va qo'shimcha dam olish kunlari amal qiladi. Shu bilan birga qurilish brigadalari ham ish hajmidan kelib chiqqan holda buyurtma olib, kelishuv asosida faoliyat yuritishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish va ishga kirish uchun Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tashkil etilgan quyidagi kal markaz 1176 raqamlariga qo'ng'iroq qilish lozim. Eslatib o'tamiz, 2021-yil 31 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati hududida Chirchiq va Qorasuv daryolari oralig'ida Yangi Toshkent barpo etilishi, poytaxt esa yashil hududga aylantirilishi haqida ma'lum qilgandi. 2023-yilning mart oyida prezident Yangi Toshkent qurilishi boshlanganini bildiruvchi kapsulaga tamal tosh qo'ygan edi. Shahar 1 million aholini sig'dira olishi kutilmoqda. Qurilishning birinchi bosqichida 60 ming aholiga mo'ljallangan ko'p qavatli uylar, 30 ta maktab, 20 ta bolalar bog'chasi, ko'p tarmoqli shifoxona va 5 ta oilaviy poliklinika barpo etilishi nazarda tutilgan.